Qanaqasiga? Unda buncha pullar senga qayoqdan keldi? Mayli. Aslida buni sotib olishni mendan Lu Hayfan iltimos qilgandi. Hozirgina shunchaki o'zimni ko'rsatdim xolos. Ha, o'zimni ko'rsatdim. Bu haqiqatga yaqin gap. Siyuy oilasi xonadoni. Vanyuany, yaramas. Necha yillik munosabatimiz. Endi puling ko'payganda meni shafqatsizlarcha tashlab ketdingmi? Yo'q. Vanyuany meni qattiq sevadi. Uning qalbida menga bo'lgan hislar hali so'nmagan. 1-2 kun o'tsa, albatta oldimga keladi. U qanaqasiga birdaniga bunchalari boyib ketdi ekan, ha? Kanalimizga ma'lum bo'lishicha, 3 kun oldin bir erkak bankni to'nab ketgan. Millionlab naqd pul va oltin yombilari o'g'irlangan. Hozirda qochib yuribdi. Bu odam nahotki Vanyuany, demak gap yo'q ekanda. Hammasini tushundim. Vanyuany. Siyuy, nimaga kelding o'zi? Menga 5 million ber. Menga 5 million ber. Nima? Menga 5 million ber deyapman. Puling qayerdan kelganini bilaman. 5 million bersang, siringni ochmayman. Aks holda seni fosh qilaman. Ahmoq tovuq. Vanyuany! Bu ablaqning jur'atini qarang-a. Yo'q, hozir uni fosh qila olmayman. Bo'lmasa, pulni qo'lga kirita olmayman. Biror yo'lini o'ylab topishim kerak. Nimadir qilishim kerak. Alo? Kichik janob Van, bir muhim masalada qaror qabul qilishingiz kerak. Kichik janob Van, Janyue mehmonxonasi qurib bitkazildi. Ayni damda bu janubi-g'arbiy mintaqadagi eng oliy toifali mehmonxona hisoblanadi. Uni boshqarishni kimga topshirmoqchisiz? Sen eplay olmaysanmi? Menmi? Ha! Esimga tushdi. Opam aytgandi, bir oila qo'lida haddan tashqari ko'p resurs to'planib qolmasligi kerak. O'zaro nazorat bo'lishi kerak. To'g'ri. Opangiz bergan narsalarning o'ziyoq meni shahardagi eng qudratli odamga aylantirdi. Janyue mehmonxonasini boshqarishga hozirda 4 ta oila da'vogarlik qilyapti. Mana ularning ma'lumotlari. Modomiki o'zing tanlab olgan ekansan, demak, muammo yo'qdir. Shunday desa ham bo'ladi. 4 oilaning boshliqlari shu yerda. Uchrashib ko'rasizmi? Yo'q, kerak yo'q. Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Ha, mana shu bo'la qolsin. Li. Mehmonxona. Nima deysizlar? Van oilasi Janyue mehmonxonasini boshqarishni kimga topshirar ekan?
Bunday muhim ishni albatta qayta o'ylab ko'rish Lin Guhay, kerak. Lin oilasi Kim boshlig'i. Chanyue mehmonxonasini qo'lga Li kiritsa, Min, keyingi Li oilasi Guhay boshlig'i. bo'lishi mumkin. Aftidan janoblar mening o'rnimni egallashga juda oshiqayotganga o'xshaysizlar. Janob Lu, bu nima deganingiz? Bu imkoniyat qaysi birimizga nasib qilishidan qat'iy nazar biz Van oilasiga yanada sadoqat bilan xizmat qilishda davom etamiz. Bu gapingiz ma'qul. Janob Lu, Van oilasi kimni tanladi? Nahotki Lu oilasini. Nima? Rahmat janob Lu. Menga nega rahmat aytasiz? Kichik janobga rahmat aytishingiz kerak. Ha, kichik janobga katta rahmat. Janob Lu, kichik janob nega Li oilasini tanladi? Boshliq Jan, meni oilamni mensamayapsizmi yoki kichik janobning qaroriga shubha qilyapsizmi? Yo'q, unday demoqchi emasdim. Kichik janobning tanlovida bir hikmat borligi aniq. Boringlar, ochilish marosimiga tayyorgarlik ko'ringlar. Kichik janob u yerda bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Qiziq. Kunduzi bo'lsa ham kompaniyada hech kim yo'qmi? Van Yuan, Suyin, Van Yuanning qo'rqib qording-ku. Rahbar qaytib keldimi deb o'ylabman. Yuragimni yorib yubordingiz. Jentao, Van Yuanning hamkasbi. Sizlar nima qilyapsiz? Kunduzi kompaniyada nega hech kim yo'q? Xabaring yo'qmi? Sen ketgandan ko'p o'tmay janob Lu to'satdan ishdan bo'shadi. Keyin uni o'rnini janob Jan egalladi. Endi kompaniyada hamma narsa o'zgarib ketdi. Kechagina kompaniyamiz Tianyue mehmonxonasi bilan hamkorlik qilishga qaror qildi. Kelajakda ishimiz yurishib ketadiganga o'xshaydi. Bugun hamma ochilish marosimiga ketdi. Unda sizlar nega bormadingiz? Nega bo'lardi? Bizni chetlatishdi-da. Ishxonada qolib ishlashimizni buyurishdi. Biz esa ishlamaymiz. Aytgancha narsalaringni yig'ib qo'ygandim. Ha, rahmat. Yana 2 kun oldin janob Jan va kadrlar bo'limi boshlig'ini to'poslaganingiz juda zo'r bo'ldi-da. Rahmat, katta rahmat. Bu narsalar men uchun juda ham muhim. Sizlardan bir narsa so'ramoqchiman. Agar kompaniya rahbari o'zgarsa, kim eng munosib deb o'ylaysizlar? Albatta Jao akada. Jao aka ham qobiliyatli, ham bizga yaxshi munosabatda bo'lgan. To'g'ri. Jao aka haqiqatan ham nomzodlikka arziydi. Ha, aytgancha. Sizlar Chanyue mehmonxonasiga borishni xohlaysizlarmi? Nima? Chanyuega? Tianyue mehmonxonasi. Van aka, rostdan ham bizni olib kira olasizmi? Eshitishimcha, bugun taklifnomasi borlar kirar ekan. Albatta olib kiraman. Bu narsalarimni yig'ishtirib qo'yganing uchun minnatdorchilik bo'lsin. Qo'ysangchi, agar hozir janob Chan va boshqalarga duch kelib qolsak, holimizga voy. Ha. Suyin, ofisda ishla demaganmidim? Nega kelding?